Ta'kidlash kerak, Denovlik yoshlar orasida o'ziga xos tashabbuslarni ilgari suruvchi, tadbirkorlikka ishtiyoq yuqori bo'lgan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Masalan, Bekzod Komiljonovning tashabbusi ham shular sirasiga kiradi. Ya'ni dastur asosida olingan 1 milliard so'm mablag' evaziga xususiy klinika tashkil etildi. Hozirda ushbu manzilda denovliklardan tashqari qo'shni hudud ayollari ham shifo topishmoqda. Asosiysi, tadbirkor tashabbusi 20 nafar tuman aholisini ish bilan band etdi. Ular orasida yosh mutaxassislar ko'pchilikni tashkil etadi. 2016-yil tibbiyot akademiyasini tamomlab, hozirgi kunda Denov tumanidagi zamonaviy klinikaga ish faoliyatini boshladim. Bu yerda asosiy jamoamiz yosh mutaxassislardan iborat. Xususan tadbirkor tashabbusi bilan ochilgan klinika ishlashimdan men juda ham xursandman. Muhimi, har bir ishda bir maqsad, bir yaxshi natija bor. Masalan, ushbu klinikaning faoliyat boshlashi tajribali mutaxassislarni markazdan kelib, chekka tuman aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatishlariga ham sabab bo'lmoqda. Men shu vaqtgacha Toshkent tibbiyot akademiyasida ish faoliyatimni yuritganman. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida tashkil etilgan klinikaga ishga taklif etildim. Tabiiyki juda o'ylandim, chunki markazda ishlab, keyin chekka hududga kelib ishlash juda qiyin tuyuldi menga. O'shaning uchun o'ylanib, yo'q, bugungi kunda shunga amin bo'ldimki, chekka hududda ham hamma sharoitlar yaratilgan. Xuddi markazda qanaqa sharoit bo'lsa, bizda ham shunaqa sharoit bor. O'shaning uchun eng muhimi, bizani eng muhim vazifamiz aholimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish. 30-35 yil Toshkent tibbiyot akademiyasida ishlaganman. Shuning uchun kelmasligim juda ikkilanib turdim, lekin hozir afsusda emasman. Chunki o'zimda yurtimdagi ayollarga xizmat ko'rsatish, ularga yordam berish, ham psixolog, ham ginekolog, ham do'st sifatida gaplashamiz. Shunaqa imkoniyatlar yaratildi, hech ham Toshkentdan kam emasmiz. Aslida hayotimizdan mamnunlik tuyib yashashimizda mana shu omillarning ahamiyati kattadir. Ya'niki, yaxshi sharoit, qulay muhit va keng imkoniyat siz qayerda faoliyat olib borishingizdan qat'iy nazar, sevgan kasbingizni zavq bilan davom ettirishingizda birlamchi ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yoshlar kelajagimiz davlat dasturidan maqsad ham bitta: tadbirkorni qo'llab-quvvatlash orqali uning tengdoshi, zamondoshlarini bandligini ta'minlashdir. Ko'rib guvoh bo'layotganimizdek, bu kutilgan samarani bermoqda.